Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2021 yili 2 ayning 6 kuni shanba. Bugun sizlarga nazarcha uchur yetkazib qo'yay deb chiqishim. Tunugun aslida tunugun qilishim kerak desalda bo'lib vaqt chiqaramay qoldim. Bu hafta bir necha muhim ishlar bor, shularni bir deb qo'yay dedim. Buniki birinchisi xabarlarda bor, bu hafta xalqarada eng cho'ng xabar bo'lib ketgan ish Uyg'urlar haqida. Shu jazo lagerlaridagi Uyg'ur qizlarga bosqinchilik qilish ahvollari. Bu nayt keng turda tarqaldi. Bu ishda ikki shu lagerlarda yetib chiqqan şeyde ishlagan ikki singlimizniki to'pisi bek cho'ng bo'ldi. Tursunay Ziyovuddin bilan Gulzira Ayılqan işkelenlik rolü bek çoğun oldu. Çoğun videolar çıktı, haberler çıktı. Dünyanın bir aldı bu haber. Bu bir Uygurlar'ın ki yakınki siyasi davasının içindeki neydi çoğun yükseliş de karasak buludu. Xitaylar'ın ki şu şehirlerge, çoğun şehirlerge yakın ceza lagerlerde şu Uygur kızlarını sırttan kelgen Xitay erleriga bosqinchilik qilishga qo'yib turib, o'rlashtirib pul topadigan ishlarniki bo'layotganligini men bir yil burun anglagan shu vaqtning o'zidamkin shu o'zimiz qilayotgan videoda tilga oldim. Ondan keyin inglizcha yozib Twitterga chiqargan buni. Lekin bu chaqlarda ancha kishilarning diqqatini qo'zg'amadi. Lekin bu qatam bu ishni aytdi yangidan bir to'lqin bo'lib xalqaro aytdi ko'p tarqaldi. Bu işniki, bu atıda çıkan bu işlarniki xalqaraniki istasyonu qo'lga keltirib, Xitoyniki Uyg'urlarga zulmini to'xtatish jihatdagi roli bek cho'ng bo'ladi. Nimishqa degan chog'da o'tirib qo'yilgan konkret ahvollar intayin echinishlik. Nurg'un qarindoshlar uni ko'rib, kecha uxlay olmay, keldan tamoq etmay, qilgan ahvollar ko'p. Bir qism qarindoshlar bo'lsa, videoni to'liq ko'rib chiqishga jur'at qilolmadi. Ashta bir holatda şu bunu köygen çeteliklerimi naiti kattık içinişlik hissiyatı geldi. Twitter'a düşken inkaslardan karagan çağda. İşte bunun bir çoğun rolü oldu. Şunun yanında birisi Abdullah Ayıp inimizdeki türmedeki sergileştirene kadar yan bir makale çıktı. Naiti çoğun mühim makaleden birisi. Bu maaşları yandaş alda hazır Şark Türkistan'daki cezar lagerleri ve türmelerde turvatkan Uygur halkı, Uygur qarindoshlarimiz nemi kunlarni ko'rayotganligini dunyoga namoyon qilishda bu ishninki nayt cho'ng roli bo'ldi deb o'ylayman. Ikkinchi cho'ng xabar tunugun 2 ayning 5 kuni 5 fevral kuni dunyodagi nurg'un yerlarda, masalan Yaponiya, Turkiya, Avstraliya qatorliq nurg'un yerlarda Uygur qarindoshlar namoyish qilib 5 fevral Gulja 40. yılındaki 24 yıllığı, 97. yıl olsa 24 yılını hatırlaş faaliyetlerini ötkazdi. Ben bu fırsattan paylanıp aş işlerini kalan barlık qarindoshlarga chin ko'ngildan rahmat aytaman. Hazır bağan sırı köpleyen, çeteldeki köpleyen qarindoshlar siyasi davaga kirib, oshkor o'tirib chiqib, Xitoy noroziligini bildirib, tutilib ketgan, yo'qolib ketgan urtuqlarning resimlarini kutagan ahvolda nurg'un ishlarni qilyotdi. Buniki roli mo'ljalliksiz holda bo'lyotdi. Menga kelgan uchurda hozir menga ikki manbadan uchur kelgan, birisi 2017 yildan keyin tutilib ketgan, so'nib ketgan, o'lib ketgan, ishkirga o'tkazilib ketgan Uyg'urlarning soni 5,6 million deb. Yemberler'deki 2014 yıldan başlap tutulgan, müştak bulungan Uygurlarının sani 9 milyona bardı degen ben. İkisi bizimki vatandaşlar işleyotgan saqchi organlarındaki yuqori derajik organlar şart qadamlardan kelgan uchur. 2017 yıldaki 5,6 milyon, 2014 yıldan buyan 9 milyon. Hazır meniki işinlagan Uygurlarning opisi 20 milyon. Aşağıda 9 milyon adam müştak yuqtildi degan gap Uygur nüfusuniki yerimi kamlab ketdi degan gap. Amaliyotda bizning vatanga berib ahvollarni ko'rayotgan kishilardanki
kishilar erishgan ta'sir shundoq. Nurg'un Uyg'ur yurtlari qurilib ketgan odam yo'q. Shunaqa bo'lib ketdi-da. Shunga men bu salaga ishonaman. Bu ahvollarni men qayta Twitterga yozyapman. Har qatim yangi uchur kelsa, o'shani qo'shib chiqiraman men. Men egalga ushurmuş shundaqda. Ashta boshqa shunchalar jiq Uyg'ur yo'qib ketdi degan gap chet eldagi Uyg'urlarniki tuqqanlaridimi? Aşa lagerda, turmada ve başka yo'qib ketgan kishilarniki nahati ko'pligini ko'rsatdi bu. Ashta boshqa chet eldagi Uyg'urlar ham o'ziniki yo'qib ketgan tuqqanlarini rasmini ko'tarib chiqsa, dunyoni ishondira oladi. Uyg'urlarga qaysi darajada ziyon bo'lganligini dunyoga ishondira oladi. Hozir bu sapga bag'ansir ko'plagan Uyg'ur qarindoshlarimiz kiryapti, sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Bulutmu Türkiye bu yerda nahati boshlamchilik rol o'ynayotdi. Boshqa yerlik qarindoshlarmi bu ishni to'xtamay qilsak, bizning chet elda turib qolgan ishlarimiz jiq emas, lekin biz qiladigan ishlarniki birisi buning ahamiyati bek zo'r. Üçüncü cho'ng xabar Xitoyniki Minway degan bir o'rni bor. Uni Millatlar Komiteti deb ataymiz-ku, demak o'zcha Millatlar Komiteti. Shuniki boshlig'i Yang Jiechi degan Xitoy ikkinchisi seshanba kuni bir narsa e'lon qildi bu. Amerikaga qarata, Amerika Xitoy munosabati haqida bir narsa e'lon qilib, buningda asosan Amerikaga propoz qildi bular. Tahdid soldi, shart verdi. Bunun içindeki bizge en münasebetli yeri ne desanglar, bunun xetida mundaq deydi. Amerika Hong Kong, Tibet ve Şinjan işleriga aralashishni to'xtatish kerak deydi. Amerika Hong Kong, Tibet ve Şinjan işleriga aralashishni to'xtatish kerak deydi. Shunda qattiq bu gapning o'zi. Buni Xitoy analizlari bu Xitoy hukumatiniki Amerikaga sizib bergan qizil siziq deb tushuntiryapti. Bu qatim yangi rahbar taxtga o'tirgandan keyin ularga endi burunqiga o'xshamaydigan darajada bir qizil siziqlarni sizib, ma siziqni o'ssang qat'iy bo'lmaydi degan narsani ogohlantirdi deydi. Bu nima uchun bu Yang Jiechi'niki nomidan chiqdi bu ishlar desanglar, bu Amerikaniki hokimiyat beshi almashgandan keyin bu qatim Xitoy har xil qiliqlarni qilib baqdi. Amerika rahbarlari bilan yangi rahbarlar bilan bir dialog o'tkazish haqida tipirlab baqdi bular. Lekin Amerika hozir qadarda ularla so'zlashib telefonda bir narsa qilmaydi. Boshqa madam yozma shaklda ma'nosini o'tirib chiqarib, bizniki sizlarga qo'yadigan qizil siziqimiz ma'vo, buningni o'ssangli bo'lmaydi degan narsani qildi. Demak, yangi hokimiyat o'tirg'i chiqqili hozir 20 kun bo'lmaydi degan 6-chi lavozim aran 16 kundek vaqt bo'ldi. Shu vaqtdan chiqlamken Xitoy hukumati Amerika hukumatiga qizil siziqlarni sizib berdi. Buning ichida Uyg'ur masalasi ham bor. Endi bu ishlarga qarata tunögün deyman, bu Amerikaniki yangi tashqi ishlar ministri Blinken degan kishi Xitoyniki Abekimen degan Xitoy bilan telefonda so'zlashdi bu odam tunögün. So'zlashib, uningga Amerikaning maydonini ifodalab qo'ydi. Bu odam bunday deydi, bunday debdi telefonda. Amerika davomli holda kishilik huquq va demokratiya qimmat qarshida ching turdi. Bunun ichida Şinjan, Tibet ve Hong Kong bor deydi. Shunga Xitoyning gapiga qarata madam gaplarni qattiq deb qo'ydi. Biz bu jihatlarda o'zimizdagi burunqi qimmat qarshida ching turmaymiz, uni o'zgartmaymiz deb. Demak, Xitoylarniki sizlarga bu qizil siziqning inovatga emas, biz unga parvo qilmaymiz degan gapni qildi. Bu ishdan men xushal bo'ldim. Shunga sizlarga deb qo'ygim keldi buni. 4-chi cho'ng xabar Payshanba kuni 4-chisida yangi rahbar, Amerikaniki yangi rahbari Biden tashqi ishlar siyosati, Amerikaniki bundan keyingi tashqi ishlar siyosati haqida bir nutq so'zladi bu odam. Nutq so'zladi asosan
bizga nisbatan nachar xabar ko'p buning ichida. Uning ichida men ancha yaxshi ko'rmagan bir gap. Amerika qaytib keldi deydi. America is back deb. Bunun qarta mening deydiganim Amerika bir yerga ketdi ekanmi? Oldingi 4 yil yo'qolib ketdi ekanmi degan savol endi. Ma gap men shuni internet vahshiy gap bu. Men bir yangi rahbar taxtga chiqib qolgan burunqilarniki ishlarning hammasini inkor qiladigan qiliqni qat yaxshi ko'rmayman. Burundan tortib. Uyg'urlar ichidagi ahvollar mana shunday. Bizdimi bunday ahvollar pek og'ir. Cho'n tashkilotlarda rahbar olmasa, yengisi chiqqandan keyin burunqi odamlarniki qag'ashlarning hammasini inkor qiladigan, yo'q chiqaradigan ahvol pek og'ir. Bu narsa bo'ldi Uyg'urlar ichida, og'ir darajada bo'ldi. Ammo hozir bu Amerikaniki eng yuqori darajalik hokimiyatidan bu ish bo'lyotdi. Bu ishni yaxshi ko'rmayman. Shu saylam jarayonidagi ahvollarga pek hayron qolgandim. Raqobatlashayotgan ikki taraf Mehmet çıksa, Mehmet yüzünki şu hukukta olduğundaki kıldıkan işleri, planları, mesela akılış tedbirleri bu doğru totalmay. Bütün laylamken üzeri rekabetleşen Samet'in üstünden şikayet edip sen ağaçlarında eski kıldığın, maaşlarında eski kıldığın, eski gelini kıldığın, maya maaşını kıldığında karşı tarafını söküdüğün işleri. Onun ne faydası? Onunki bir devletin işi yoki bir tashkilotning ishlarini yaxshi mandirish nim foydasi bor? Nima uchun o'zimizning vaqtini, boshqa vaqtimizni isrof qilasiz? Uning o'rniga sizda qanday isli ideyalar bor? Sizda qanday isli choralar bor? Mana o'tirib qo'ysangiz bo'ladi. Kishilar har ikki tarafniki asta ideyalarni anglagandan keyin kim yaxshiroq ekan deganni ko'nglida qaror qilib shuni bilan tashlaydi. Qarshi tarafni ayiblash bilan ish olmaydi. Albatta bir yerde bir universal paket var. Kanuniyet. O neymi dese, anlar. Başkalarını tenkitleş, başkalarını eyipleş dünyadaki en asan işlerden birisi. En asan işlerden. Geklarlar adamın hemiz kalaydı onu. Mektep bitigen buluş, al mektepte okuyan buluş, yukarı ünvanı buluş talep kılınmaydı onu. Her kandan ortaya çıkıp başkalarını eyipleyelaydı, tenkitleyelaydı. Lakin yeni ideya, yeni plan, yeni tedbir bularni o'tirqish oson emas. İşte bu başqa ko'pincha ahvolda saylovga qatnashgan odamlar asosini tanlaydi, tanqidlashni. O'ziniki yangi ideyasi o'tirqishni emas. Bu ish Amerikadagi prezidentlik saylovida intayin og'ir darajada bo'ldi. Men davom ko'rib hayron qolaman, bo'lib boshqa munozara qilsa odatda anglamayman men. Nima foydasi bor? Ishqilib maqatim kishiniki Amerika qaytib keldi degan gapini men qat yaxshi ko'rmadim. Amaliyotda bu Amerikaning bundan keyingi ishlar uchun intayin foydasiz. Hozir dunyo ikkiga bo'lindi. Adolatparvarlik bir tarafda, adolatsizlik bir tarafda. Haqqoniyatchilik bir tarafda, haqqoniyatsizlik ham bir tarafda. Axloqlik bir tarafda, axloqsizlik ham bir tarafda. Bu axloqsizlik taraflarniki taraflar uchun pul hammadan muhim. Qolganlar nurg'un narsadan voz kechdi bo'ladi. Hozir biz Uyg'urlar duch kelgan ahvol shu. Amaliyotda Uyg'urlarning beshiga kelgan zulm Ikkinchi Dünya urushidagi Yahudilarga beshiga kelgan zulmni qilishmaydi deb aytaman deganda Yahudilarda 5 milyon 6 milyondek odamga ziyon bo'lgan. Bizniki 9 milyon bo'ladi. Faqat Xitoylar uchurini qattiq kontrol qilib olganligi uchun dünya resimli videolarni ko'mayotdi hozir. Men bu gapni Twitterda har kun ta'kidlayapman. Hozir qadar turma lagerining ichini ko'rsatadigan bir parcha rasm yo'q. Bugünkidek mushta taraqqagan dunyoda. Bu haqlar nimasi mushta bo'ldi deb uni o'ylamay, men vatandan kelgan shularni chiqarib qo'ysam, nima isbotim bormi deb so'rayotdi. Men shuni tunugun bilan silib chiqardim Twitterga. Twitterning ko'rgan kanallar bo'ldi. Sen mendan isbot so'ramay, Xitoy hukumatidan Sharq Turkistonning ishigini ichibtonlar deb talab qil. Ishigini ichibsa, chet ellik sayohatchilar, muxbirlar, tashkilotchilar berib isbotni topib olishadi. Birinchi qo'l isbotlarni. Deb boshqa gaplarni Twitterga yozib qo'ydim. Uni naydichi qadamni yaxshi ko'radi. Hozir ahvol shunday. Hozir bizmi shu adolatparvar taraf bilan adolatsizparvar taraf
Mush ikki tarafniki kurishida bo'libmi huquq ustida o'tirib atganlarning ichida hozir Xitoyga sitilib ketgan ahvol bak eg'ir bo'lganligi uchun bizningki ishimiz aslida biz umid qilgandek darajada bo'lmayotadi. Şuna mandaq gapning chiqishi buni foydasi deb o'ylayman. Yana birisi bu yangi prezident Xitoyni bizniki eng keskin raqobatchimiz dedi. Düşmanımız emas. Eng keskin raqobatchimiz. Most serious competitor deydi. Yine mundaq dedi. Biz Xitoyning iqtisodiy jihatdagi abuse iqtisodiy jihatdagi tuzumlarni, qoidalarni buzadigan qiliqlarga taqobil turmiz deydi. Konfront taqobil turmiz. Xitoyniki kengaymichilik ishlariga qarshi turmiz. Ondan keyin Xitoyning kishilik huquq, aqliy mulk va dunyoviy hukmdorchilik ishlarini aqsida yondiramiz deydi. Hozir Xitoylar kishilik huquqqa hujum qilyotidi. Ondan keyin aqliy mulklarni o'g'irlayotidi. Ondan keyin dunyoga boshliq bo'laman deyotidi. Biz bu ish qiliqlarni kendiga yondiramiz deydi. Bu bizimle münasebetdeki ikinci çoğun mazmunu. Üçüncü çoğun mazmunu Biden'ın diyen gapının içindeki. Eğer Amerika'nınki menfaatine paylık olsa, biz Beijing bilen hemkarlaşımızdaydı. Work with Beijing when it is in America's interest to do so. Amerika'nınki menfaatine eğer talep kısa, Amerika menfaati için zürür olsa, biz Beijing bilen hemkarlaşımızdaydı. Demek Amerika'nınki Xitoy bilan bo'lgan munosabatida nayati cho'ng burilish bo'ladi degan narsani bildirdi. Masalada yangi chiqqan hukumatniki odamni ko'ngilsiz qildigan uchlarini demaydi deb o'ylagan. Ammo ma'u bundan keyingi 4 yil Amerikaniki Xitoyga qaratgan siyosatiniki qanday bo'lganligini ko'rsatgan bo'lganligi uchun mesela mushunday qilib deb qo'yay. 5-ci iş Twitter oynayotgan qarindoshlar biladi. Ben Twitter'dagi İngilizce tashviqotni intayin chin tutyapman. Bu necha ukullar bor, menga davomli yangi videolarni o'rgatadigan, lekin boshqa vatandan kelgan yangi uchurlar. Bularning hammasini men shu vaqtning o'zidalamkin Twitterga inglizcha chiqaryapman. Nayte unumi yaxshi. Shu an ko'rgandiki men bilan aloqa qilganlar hali ko'p. Bu hafta men bu turmadagi lagerlardagi Uyg'ur qizlarga bosqinchilik qilish ishlaridan gaplar chiqqandan keyin men buni 1 yil burun egaligi ahvollarni deb qo'ydim. Undan boshqa tunugun inanchki poch uchur kelgan lagerdan qo'yib berilgan kishilar haqida onu İngilizce yazıp çıkarttım. Bu vatandaşa kelgan yangi uchurlarni sizlar Uyg'ur axborot markazidagi haftalık programımızda anlaysizlar. Men o'tganda bir videoni chiqarib qo'ygan lagerdan qo'yib qo'ygan bir Uyg'ur odamniki videosini. Bunu tunugun yangi uchurga buni qo'shib yana bir qatam chiqarib qo'ydim. U videoni hozir ko'rganlarning soni 628 mingga yetdi. Ko'rgan odamlar soni 628 mingga. Onun tarqatqanlarningki soni 2540 dan oshibdi. Nayt jihatdan kurbatıdı. Lagerning ichidagi falan ko'rsatgan. Endi meniki bu Twitter'dagi ta'sirimning kuchayishiga ergishib, Xitoyniki hujumimi bag'asir kuchayapti. Menga har kuni Xitoyniki nurg'un yolg'on hisobdan kirgan odamlar hujum qilyapti. Men maxsus bir sahifa ochib, har kundek menga hujumlarni shu o'tirib chiqib qo'ymayapman rasm bilan. Büge degende 3 video keldi. Nima qildi desanglar, bular yolg'ondan yangidan hisob elib Twitterda, ondan keyin Xitoylar urlashtirib so'z yetkazgan Uyg'urlarniki videosini chiqarib qo'ydi u yerga. Hozir chet eldagilar
Şinjan haqida xato tashkil qilyotdi, mana ras ahvol bu deb hukumat urlashtirib so'z o'tib video olgan odamlarning videosini chiqarib qo'yotdi. Bugun 3 video chiqibdi bir kunning ichida ekan. Ondan keyin buningga yozilgan mazmun boshqa tillarda inglizcha emas. Ba'zilari inglizcha, ba'zilari Yevropaning tillarida yozib chiqaryapti bular. Men bugun unim chiqarib etdim. Twitter'da talab qilyapman mana kishilarniki yolg'on hisoblarini taqib etish haqida. Bir qism odamlarni evityapti ular, lekin bularning soni ko'p bo'lgani uchun yetishib bo'lmayapti deb o'ylayapman. Bugun mana shu 3 videoning har birisiga meni Pompeoni necha odamlarni adamlarning ismini qo'shib chiqarib ketdi. Boshqa bularning hamsi bizniki hisobimizdan chiqib ko'rindiki. Hozir meniki ismim Pompeoniki, yana bir qanchalarning ismlari bor bunda. Qo'shib chiqyapti shunga. Asosan Pompeoniki Xitoyning uyg'urlar qilayotgan siyosati qirqinchilik va insoniyatga qarshi jinoyat degan narsani e'lon qilgandan keyin bo'lyapti bu ishlar. Ish qilib qilyapti. Vatan haqida yangi uchurlarni ko'p qaydasanglar, meni Twitter'imga berib ko'p asanglar bo'ladi. Hozircha men undan ko'p qilishga ulgurmayapman. Aran ketyapman, aran yetib ketyapman. Boshqa nima ishlarim bor. Yana bir cho'ng xabar. Nima Abdullah Ayub inimiz yozgan Mahbus Ruhlar degan bir kitob. Niki Uyg'urchasi nashrdan chiqdi Turkiyada. Texan necha kunning oldida. Bu kitob Taklimakan kitobxonasida tarqatildi Turkiyadagi. Ondan keyin bevosita olman degan qarindoshlar aloqali Turkiyadagi bir inimiz bor, Botir Qoraxonli deb. Men uniki telefon, WhatsApp nomerini Facebookga chiqarib qo'ydim. Twitter'dagi to'pladimni taqib qo'ydim. Shunga aloqalashib shu kitoblarni sotib olsanglar bo'ladi. Bu kitobniki shu yezishni Abdulla inimiz yozdi. Uni tahrirlaydigan, karakterlaydigan, ondan keyin batchiligi, ondan keyin bostirish buni 500 dona bostirdik. Bularning chiqimlarining hammasini Uyg'ur Project fondidan ko'tardik. Bu kitobni basib bo'lgandan keyin biz Turkiyadagi Uyg'ur Yar fondiga o'tkazdik bu kitobni. Kitobning taqdiri qachon shular qiladi. Noyta azam bahoda taqdidi bular. Kirgan kirimning hammasini Uyg'ur Yar fondi Turkiyadagi noyta ig'ir qiyinchilik qolgan o'quvchilarga yordam qilishni ishlatadi. Hozir Uyg'ur Yar fondiniki bu iqtisodga intan cho'ng ehtiyoji bor. Yordamga ehtiyojli kishilar ko'p, lekin ular puli ko'p emas. Aşağı boşqa biz mana shularga o'tkazib atdik. Bo'lsa kitobni sotib olgach, Uyg'ur Yar fondiga yordam qilib qo'ysanglar. Buning ahamiyati pek zo'r. Anandan keyin Uyg'urchasi. Buni inglizchaga tarjima qilyapmiz. Men o'tganda bir qatim mush kitobni inglizcha tarjima qilganga fidoyilar lozim deb shu videoda bir qatim degandim. 13 odam lozim bizga deb. Nima qilsang bu kitob 300 bet tekkan, şu 13 tek adamga taqsim qilsak 20 necha betni to'g'ri keldi ekan. Ashta qilib tarjimalikni tugatsak deb ashta chaqiriq chiqarganman. Nihoyatda unumi yaxshi bo'ldi. Uningga 26 tek adam ovoz qo'shdi. Shu anning ichidan 10 necha adam tanlab biz buni tarjima qildirib hozir tarjimalar asosiyatini bitay deb qoldi. Endi buni 10 necha adam tarjima qilgan kitob boshqa oniki süpitiga kapalat qilish ancha oson emas. Shuna bo'lg'u uchun biz bir rasmiy chet ellik amerikalik bo'lsa, kasb ahlidan birisini tepib, Uyg'urchani biladigan azroqcha bo'lsa, ashta odamdan birini tepib, bizning vatan aholilarini biladigan amerikalikdan birini tepib, shuni tahrirlatmoqchi, uni pul xashlab, tahrirlatib, uni nashrdan chiqaramiz. Anikin Abdulla inimiz shu RFA Arknas radiosida so'zlagan nurg'un mazmunlar bor ekan. Türmedeki kögen serbestleri. Türkiye'deki bir neşriyat şularını toplap, Türkçe tercüme kılıp, o kitabındaki Türkçesini mi, onu bir kitap kılıp, Türkçe neşir kıp oldu bunu. Biz onunki tahrirleşişlerine azra pul çıkarıp aldık. Açta kılıp, hazır bu kitabındaki Türkçesi mi çıkıp oldu. İngilizcesi aldığımız çıkmakçı. Yan bir gap, ben burunmu dedim, akçan, ben kitap batı, Gülşen Abdülkadir sanımız, Gulci İnqilabi 5. fevral, Gulci 40. hakkında yazgan iki kitabını bana öğretip verdi. Bu sanımız intayın köp japa çekti bu kitabını yazıp çıkış üçün. Nayt köp japa çekti. Şu Gulci İnqilabiga şahit bolgan, şularning ahvallarini
yaxshi biladigan bütün chet eldagi Uyg'ur qarindoshlarni to'plab, bir to'p qilib, shulardan uchur to'plab, rasm to'plab, nurg'un fikr almashtirib, qayta ishlab, ashta qilib yozib chiqdi bu kitobni. Bakcha ko'p jafo chekdi. Bu bostirg'achlarni o'zi qildi, o'zining chiqim bilan. Biz ikkinchi kitobniki tahlillanish uchun asos chiqarib berdik. Qolgan o'zi qildi. Bu bir tarix mushtaq kishilarniki qalam bilan saqlanib qoladi endi. Ashta bo'g'ashqa ash kitobni bo'lsin setib olsanglar. Setib olsanglar, bu millat uchun mushtaq ishlarni qilayotgan qarindoshlarni biroz qo'llab qo'ysak. Endi boshqa ishlar ancha qo'limizdan kelmagan taqdirda bu ishni hamma ham qila oladi. Chet ellik Uyg'urlar kambag'al emas, kitob sotib olmaydigan darajada. Kitap azam bunun üstüge. Nayda azam. Aslında boğaçqa bunun bir esket qıydım. Mesela iki kitap batı mesela köstümen de uylagandım hazır. Unutup qaptım ben ekvelişini. Şuna qılıp bu hafta deydigan ahval muşunçilik. Kiler hafta kürküş aman bulunla. Ma qılamsa xayr xoş Allah'a emanet.